Nejati Shashmas va O'zgu Namal Qashqirlar makoni filmida. Rollarda Selchuk Yontem, Oktay Qaynarja, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Robert, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Qo'ying, vahima bo'laversin. Hammasi o'zi bilganicha o'ylasin. Siz nima qilishlarini ko'ring. Bu ichimizda vahima ko'tarish yana shu vaziyatda bizga zarar beradi. Biz hozir bu yerda 3 kishimiz va bu bizga zarar bermaydi. Kengash yig'ilishiga bormayman. Qilich bekor qilinganini aytadi va ko'ramiz. Faqat kutamiz va ko'ramiz. Haqiqatan ham u yerda hech kim menga ziyon yetkazmaydi, yetkaza olmaydi. Bilib bo'lmaydi. Po'lat. Oynalardan o'q o'tmaydi. Ichkariga kirguncha 10 ta asbob orqali tekshiriladi. Eng yosh xizmatchi 20 yildan beri o'sha yerda ishlaydi. Yig'ilishdan oldin hamma joy birma-bir tekshiriladi. Eshitilayotgani nazorat qilinadi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Men kengash a'zosiman deylik. Hurmatli qoraxolini yo'q qilishni xohlayman. Yig'ilish bekor qilinadi. Boshqa bu pichoqni o'ynama. Kutmagandim. Bo'lmasa bu pichoqni yuragingga tiqqan bo'lardim. Endi hamma narsani kutishimiz kerak. Shuni tushuntirishga harakat qilyapman. Qasam uchun Hikmat og'a. Gaplashganlarimiz shu yerda qoladi. Men seni xallig'iymanmi? Bu yerda aytganlaringni davlat qaydlariga kiritaman. Oldin bitta men edim. Hozir hamma tentay bo'ldi. Hikmat og'a, rostdan ham muhim. Faqatgina sizga ayta olaman. Erkak mavzusi bo'lsa, menga aytma, ko'tara olmayman. Qasam ichasizmi yo yo'qmi? Elif, meni jinni qilma. Bo'pti. Xotirjam bo'lay dedim, ammo siz baribir aytmaysiz. Laziyoni qizi otasiga qarshi meros da'vosi ochmoqchi. Qayerdan eshitding? Advokati bo'lishimni xohlayapti. Sen rozi bo'lmading, ha? Rozi bo'ldim. Nega? Pul kerakmi? Boshqa ish yo'qmi? Jinni bo'ldingmi? Pul kerak. Boshqa ish yo'q. Chunki hech kim menga tuzukroq ish bermayapti. Afsuski mafiya advokati ekanmiz. Jinni bo'ldimmi? Ha, shunday. Sen haqsan. Nima ham derdim? Qaysimiz aqlimiz joyida? Hikmat og'a, Nesrin dadasini yo'q qilishni istayapti. Bu da'vo shunchaki rasmiyatchilik. Jamoatchilikning e'tiborini tortadi va dadasini yiqitib o'rniga o'tiradi. Bu ayol kim bilandir ishlayaptimi? Mafiya otasining kuchi sud qarori bilan qo'lidan olinganini qayerda ko'rgansan? Kim bilan ishlayotganini bilmayman, ammo uni qarori qat'iy. Bunaqada sen nima bo'layotganini bilasanmi?
Po'lat bilan urushib qolganing uchun shu ishni oldingmi? Siz ham yanga muomalasini qilyapsizmi, Hikmat og'a? Po'latning bundan xabari bormi? Meni Po'lat qilayotgan ishlardan xabarim bormi? U menga o'ldirgan odamlar haqida aytyaptimi? Yaxshi. Nesrinni o'ldirsa, avvalo senga aytadi. Unday qilmaydi. Unaqada seni o'ldiradi. Buni aslo qilmaydi. Elif, Laziyo Po'latning oldiga kelib, "Mayli, meni qizim ahmoq, seni advokating nega menga bu ishni ochdi?" demaydimi? Bu Po'latning muammosi. Nega sen Po'latni, Laziyoni, Nesrinni yoki o'zingni yo'q qilishni istayapsan? Hikmat og'a, hech narsa istayotganim yo'q. Istaklarimni hayot belgilaydi va endi hayotga nisbatan odobli bo'laman. Nima desa shuni qilaman. Po'latga qachon aytmoqchisan? Ayta olamanmi bilmayman. Konteyner ishini hal qildik, Tunjay bey. Shimoliy Iroqda xavfsizlik borasida muammongiz yo'q. Minnatdorman, Samuel. Bu ishlar joningga tegmadimi? Xudo baloga yo'liqtirsin bu konteynerlarni. Bir mijoz topsam, hammasini sotaman. Gaplashamiz, Halil Ibrohimbek. Kelishsak, o'zim olishim mumkin. Neyini anlaşamayacağız? Nimasini kelisha olmas ekanmiz? Ana hammani oldida berdim senga. Meni uyaltiryapsiz. Ya ne mahcup. Nega ekan? Ben zaten Bular jonimga tegdi deyapman-ku. Meni hech narsa emas, turk millatining saxiyligi o'ldiradi, jonim. Kech qoldinglar, Qilich. Hurmatli Qoraxonlik qayerda? Hurmatli Qoraxonli yig'ilishga kela olmasligini va bekor qilinganini bildirish uchun keldim. Tinchlikmi? Sababini keyin shaxsan o'zi tushuntiradi. Muhim gaplar bor edi. Hurmatli Qoraxonlining qarori bu. Yig'ilish bekor qilinadi. Iltimos biroz vaqt Po'latni qilganlarini muhokama qilma, Safiya. Nega? Xavfsizlik. Yana shunaqa narsa bo'lishidan qo'rqyapsizmi? Har doim nimadir bo'lishi mumkin. Bu yer xavfsiz bo'lmasa, chet elga ketaylik. Mumkin emas. Oyim bilan men ketaman unda. Yo'q, Safiya. Hammamiz shu yerda qolamiz. Uyimizni tinglashayotgan ekan, kimni kim ekanligini bilishadi. Endi hammamiz xavf ostidamiz. Nima qilamiz? Doim uyda o'tiramizmi? Yo'q. Ovqat ham yeymiz. Kechqurun mehmonimiz bor. Kim? Po'lat. Qanaqa mehmon? Uyni egasi-ku. Bema'nilik. Bora olmayman, Elif. Kechqurun ishim bor. Nima ishing bor? Kechki ovqatga taklif qilishgan. Kimnikiga? Ish yuzasidan. Biz sira ovqatlangani bormadik. Birga ish qilsak boramiz. Ish qilishimizni kerak yo'q. Jamoaviy vazifalarimiz bor. Tashqariga chiqishimiz kerak. Ovqatlangani borishimiz kerak. Yaxshi bir juftlik ko'rinishini berishimiz kerak. Juftlik? Shunaqa ekanmiz-ku. Hatto men yangi ekanman. Nimalar deyapsan, Elif? Istaging ovqatlanish bo'lsa ertaga boramiz. Nega bunaqa qilyapsan? Bu olamda gapirilmaydigan qoidalar bor, Po'lat Alamdar. Unaqada gaplashamiz, Elif Aylul. Sen kimgadir men bilan birga bo'lganingni aytdingmi? Sen kim bilandir shularni gaplashyapsanmi? Oldin men so'radim. Yo'q. Endi sen javob ber. Qulog'imga chalindi. Qayerdan? Shu olamdan. Bir olamsan. Olam nima bo'pti, Elif? Aytmayman. Ovqatga borganingda aytardim. Bo'ldi, ayt.
Ertaga, indinga har kuni ovqatlanishga boraman. Men bugun borishni xohlayman. Bu olamda gapirilmaydigan qoidalar bor, Elif. Uchrashuvni erkaklar belgilaydi. Seni o'ynashing emasman. Men bilan to'g'ri gaplash. Elif, aytasanmi? Yo'q. Agar bu puchuq burunni bo'lmag'ur narsalarga suqqan bo'lsang, bu safar uzib olaman. Yaxshimisizlar? Mana shuni juda yaxshi ko'raman-da. Alo. Sara uydami? Yo'q, beyafandi, onasinikiga ketdi. Qachon ketdi? 1 soat bo'ldi. Bo'pti, rahmat. Betinikiga boramiz. Xo'p bo'ladi. Ninani qanaqa darslar bo'lsa, o'shalarga kiraman. Ha, mana bu 1 yillik pul. Darsga kech qolmay. Bu ahvolda kira olmaysiz. Ahvolga nima qilibdi? Bularni omonat saqla. Sirg'anchiq ekan. To'rt, 3, 2, 1. Yandan. Yon tomondan. Tekrar. Yana bir marta. Tekrar Yana boshdan boshlaymiz. Hızlı. Tezroq. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Daha hızlı. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kana Gülle. O'zingni ko'rsat. 7, 8. 1, 2, Eng tepaga chiqding. Şimdi 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Sharmanda bo'ldim. Nima gap? Tuzukmisan? Nafas ola olmayapman. Sizda suv topiladimi, ustoz?
Sen shu yerda kutib tur. Sami? Salom. Yig'ilishim erta tugadi. Ben seni ko'rib ketay degandim. Men ham uyga ketayotgandim. Kir Samuel, kir. Bu xotining menga qaramayapti ham. Nega eringni ichkariga kiritmayapsan, Sara? Xush kelibsiz, Jamol og'a. Xush ko'rdik. Juda nozik mehmonim bor. Uyaltirib qo'ymanglar. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Fransuzchani qayerda o'rgangansiz? Germaniyada. Ammo nemis aksenti bilan gapirmayapsiz. Chunki turkman. Buning aloqasi yo'q. Fransuz tili o'qituvchim turk edi. Men bu haqda gapirmayapman. Sofiya. Gaplashyapman dada. Non uzatib yuborasanmi? Nargiz. Ko'rinishingiz ajoyib. Rahmat. Necha yoshdasan? 33 yoshdaman. Ancha yosh ko'rinar ekansan. Rahmat. Onang tirikmi? Afsuski yo'q. Vafot etganlar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik, Jamol. Nima gaplar? Soyangizda yuribmiz. Maxsus taomlardan buyurtma berdim. Oshxonasi yaxshi. Nima ichasiz? Raqa. Xizmatni boshlanglar. Albatta. Raqa olib keling. Xo'p bo'ladi. Ancha yurgandan keyin bu yerda yashaydigan yagona qarindoshimning oldiga keldim. Chet eldaligingda tog'ay nima ish qilishini bilarmiding? Oyim aytib berardilar. Ammo tashqarida tuzum boshqacha bo'lgani uchun tushunish qiyin edi. Mushtum zo'rni chet tiliga tarjima qilib bo'lmaydi. Mafiya. Aynan tarjimasi emas. Sira qarindoshing yo'qmi? Men biladiganim yo'q. Laziyoni qiziga unashtirilganding. Bu ish nima bo'ldi? Unashtirilganmisiz? Rasmiyatchilikdan nariga o'tmadi. Rasmiyatchilik uchun ham ulashtiriladimi? Qarindoshlikni ko'rsatish uchun qilinadi. Ya'ni Ko'ngil bog'lanmaydi. Shuning uchun uzoqqa cho'zilmaydi. Yo oila quriladi, yoki hech narsa. Sizlar bir-biringiz bilan qanday tanishgansizlar? Ayb o'zimda. Boshida sizga taslim bo'lishim kerak edi. Ammo Ziyo og'ani deb majburan Po'lat bilan ishladim. Xato qilding. Pala boshingni olardi. Endi Po'latning odamlari ustimga kelyapti. Xotirjam bo'l, Jamol.
Po'lat aqlli odam. Men turganimda senga hujum qilmaydi. Sekinroq. Kechirasiz, hozir tozalayman. Qoch. Ruxsatingiz bilan. Eski ish haqida gaplashamiz. Xato qilding, Jamol. Og'a, Jamolning yonidagi odam kirbi ekan. Tez ketishimiz kerak. Kirvi? Meni aldadi. Qanday aldabman seni? Ko'zlaring bilan. Mehmetni ko'zlarini ko'rib, unga aldanmaydigan odam yo'q. Bularni bilmasdim. Hali bunaqa hikoyalar ko'p. Siz nega uylanmagansiz? Bu menga to'g'ri kelmaydi. Qilich doim ayollardan qo'rqqan. Nega? Mana shuning uchun doim savol berishadi. Efendim, hurmatli Vanuni keldi. Siz bilan uchrashishni istayapti. Ruxsatingiz bilan. Uchrashishingiz yaxshi emas, efendim. Buni Samuelga tushuntira olmayman, Po'lat. Men tushuntiraman. Ruxsatingiz bilan. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Hurmatli Qoraxonli nomidan keldim. Po'lat Alamdar. Marhamat. Qulog'im sizda. Meni sizga aytadigan gapim yo'q. Janob Qoraxonli bilan uchrashishni istayman. Janob Qoraxonli maxsus vaziyat tufayli men bilan uchrashishingizni ma'qul ko'rdi. Gaplashasiz yoki gaplashmaysiz. Men kengash a'zosiman. Boshlig'im janob Qoraxonli. Xush kelibsan, Samuel. Po'lat Alamdar bilan tanishdingmi? Ha. Ruxsatingiz bilan tanishganimdan xursandman. U qiyin kunlarimizda yonimizda turibdi. Shaxsan tanishishingizni istadim. Biror muammo borligini o'ylab shaxsan ko'rishay degandim. Bor, Samuel, bor. Mendan biror yordam kerakmi? Rahmat. O'tir. Men bilan uchrashishni istamagansiz deb o'yladim. Biroz vaqt hech kim bilan uchrashmayman.
Sabab uyimni ichigacha kirishdi, Samuel. Dadam oldin bormay turib keyin nega ketdilar? Bilmayman. Kelgan odam kim? Do'stlarimizdan biri. Dadam emas, siz emas. Nega Po'lat do'stingizni kutib olishga chiqdi? Safiya, dadang dasturxon ustida ish haqida gaplashishni yoqtirmaydi. Buni qayerdan bilardim? Dadam bilan necha marta ovqatlanibman? Unaqada qizim, so'rashdan ko'ra ko'proq kuzatganimiz ma'qul. Sen ham, men ham 30 yildan beri ko'p narsadan uzodamiz. Ke, sen haqingda gaplashayotgandik. qiziq narsami? Turkiyaga tez o'rgangan odamning bizga yordam berib berolmasligini gapirayotgandik. Men hali ham qiynalyapman. Turkiyaga eng tez o'rganishning yo'li qoidalarni o'z foydangizga moslashtirishdir. Masalan, tez yordamga yo'l berasiz. Ammo uning ortidan yanada tezroq yurish uchun Ovqat to'kkan ofitsiantni topinglar. xo'p bo'ladi. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublash studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sa'dullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.